ekanligini gaplashib oldik, to'g'rimi? Hatto shunaqa bo'lsa, bu to'lqin xossaga ega bo'lar ekanmi, yo'qmi? Bo'lar ekan. Hali interferensiyalansa, diffraksiyalansa, haqiqatda to'lqin xossaga ega ekan. Lekin u qanaqa to'lqin? degan savol tug'iladi. To'lqinlar ikki xil bo'ladi, to'g'ri? Mana hayron qolaman. O'ylama deymizmi, yo'q qo'llanadi deymizmi? Qaysisiga kiradi? Ko'ndalik. Nimaga asoslanib aytdingiz? Masalan, o'ylama dedi. Ko'ndalik deyish uchun mana deyishimiz kerak. Mana buni bir o'ylab ko'ringlar. Har bitta aytgan gapni tagida. Shuni agar shunaqa biz o'qib aniqladigan bo'lsak, o'zimizga o'zimiz savol berib ko'p narsalarni o'rganib olishimiz mumkin. Masalan, men kristallar haqida masalan ko'p eshitganman. Kristal o'zini masalan kuch berganda deformatsiyalanishi. Elastik deformatsiya, plastik deformatsiya borligini kristallarda bilamiz, to'g'ri? Elastik deformatsiya haqida bo'lsa, deformatsiya qilganda yana o'zini oldiga nimada qaytib keladi. Uni asosi nima desa, bitta prujinani olib, po'latdan qilingan bo'lsa, po'lat toza po'lat bo'ladigan bo'lsa, cho'zib qo'yib olsa, yana oldingi holatiga qaytib keladi. Mana asos. Buni asosda tarozilar yaratildi. Bozorga borsangiz ko'rasiz. Mana shunaqa azar. O'shaning uchun to'lqinning ko'ndalak yoki bo'ylamalikning asosi bo'lishi kerak. Bor asosi uni gaplashamiz. Mana endi kristal haqida gap ketdi-da, kristalda yana bir ajoyib xossalari bor ekan. Masalan, oldinga mana domla aytgan bo'lsa kerak, kristalda o'zining xossalariga qarab necha xil bo'lar ekan? Necha xil bo'lar ekan? Izotrop, anizotrop bo'ladi. Endi uni farqini biz bilamiz endi. Mavzudan eshitganmiz. Haqiqatda shunaqa bo'lar ekan. Lekin qiziq bir odatki, o'sha anaqada bir ajoyib narsalarni ko'rib qolamizki, izotropda yorug'lik o'tganda to'g'ri masalan o'tib ketaverar ekan, o'z ekranda ana shu yorug'likni ko'ramiz. Sochilishi mumkin boshqa narsa, lekin ikkinchi bir shunaqa jismlar bor ekanki, tabiat qarang mo'jizaligi. Lekin ana shu narsani berdi. Ya'ni anizotrop jismlar. Ana shunga misol ishlash qilish. Mana ko'rinishni ishlash qilish. Kristal ko'rinishda yorug' bo'ladi. Sabab. Bir kegada qilamiz. Qo'ydim. Qanday hodisani men kuzatishim mumkin? Ekranda. Hozir ekranni bekitib qo'ydim. Nimani kuzatishim mumkin? Kristalni qo'ydim, shaffof, nur o'tadi. Bemalol nur o'tadi. Nimani kuzataman? Nuriy ajraladi. Agar jism bu masalan birinchi inson shifati qaysi kristal turiga kiradi? Izotrop. Anizotrop bo'lishi kerak. Anizotrop bo'lishi kerak. Inson sifatini aytishdiki anizotrop dedi. Agar shunaqa anizotrop bo'ladigan bo'lsa, nima bilan farq qiladi? Izotrop bilan anizotrop. Ekranda hozirdan tasvir. Nimasi? Tasvir. İçinde bir narsa bormi? Yo'q. Kristal panjara tuzilishlari farqli edi. Tartibsiz bo'ladi. Ketdi mana. Staj patini masalan qo'ydim. Endi optikaga ko'rinadigan eksperimentlar bu juda nozik optiklar kerak. Ya qaranglar. Bitta kristaldan jo'natdik. Ikkita nurni hosil qildik. Nima uchun bu hodisa bo'ladi? Sabab mayli, agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ikkiga bo'lingan bo'lsa ichida, agar biz uni o'q atrofida aylantiradigan bo'lsak, nimani ko'rishimiz mumkin mana endi? Ajoyib. Oddiy bo'lmagan nur
haqiqiy nurlar atrofida aylanadi-da. Aylanadi. Bittasi o'shyapti, bittasi yonyapti. Ha. Shu nurlarni oddiydasida domla aytganlar. Oddiy va oddiy Bo'lmagan nurlar. Shunaqami? Ha. Qaysi biri oddiy? Aylanayotgani oddiy bo'lmagan. Oddiy emas. Markazda oddiy bo'lmagan. Aniqlash mumkinmi? Ha. Nimasiga qarab aniqlaysiz? Oddiy bo'lmagan aylanadi. Oddiy haqiqiysi. Intensivligi. Intensivligi ham Ana endi uni yo'liga biz Polaroid qo'yilishi. Haqiqatda nima uchun bittasi yonyapti, bittasi o'shyapti. O'zini atrofda. Yana qo'shilib ketadi. Ya'ni bunda aytishimiz mumkinki, ma'lum bir tekislikda bu ikkinchisidan turibdi. nima Juda qilgan? qara. Qutblangan holatda bo'ladi. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, agar men ana shu Polaroidni o'q atrofida aylantiradigan bo'lsa, qanday hodisani kuzatishim mumkin? Mana kristallimiz, mana Polaroid. Hangisi obyektiv fokuslab turibdi. Xolos. Bizlar turmush mana ikkita nur. Ana endi uni o'q atrofida mana aylantiraman mana. Polaroid. E'tibor bering. Mana kuzating. Nima bu? Bittasi xiralashib, bittasi yorug'lashdi. Bitta nur nima qildi? Xiralashib, bittasi yorug'lashdi. Sabab. Bitta o'zinglarga nima uchun? Men yana aylantiraman. Qaysi biri yoqdi? Oddiy bo'lgan. Oddiy bo'lgan. Haligi piyoz tomondagi bo'lsa, hozir ikkinchi tomondagi keladi. Qanday hodisa kuzatildi? Nima uchun shunaqa bo'ldi? Buni sababi nima? Nega ikkita nur birisi esa aylantirgan paydo yo'qolyapti? Yana paydo bo'lyapti ikkinchisi. Mana shunga asoslanib biz nima deyishimiz mumkin? Bu nurlar qanaqa ekan? Qutblangan nurlar bo'ladi. Qanaqa nur deyish? Qutblangan bo'ladi. Hozir yana qayta Polaroid vazifasi faqat analiz qilib beradi. Hozir analizator vazifasini bajaryapti. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, isman sifatidagi chiqayotgan nur qanaqa bo'lishi kerak? qutblangan bo'lib qolgan. Qutblangan bo'ladi-da. Qutblangan bo'lishi kerak, bolalarsan. Qutblangan bo'lishi kerak. Har bir nur alohida tekstlikda nima qilingan ekan? Qutblangan ekan. Shuning uchun birisi paydo bo'ladi, birisi paydo bo'lmaydi. Ana shu biz aylantiryapmiz. Agar biz sifatini aylantiradigan bo'lsak, marhamat mana o'zini atrofida aylanib boshlaydi. Bittasi yo'qoladi, bittasi paydo bo'ladi. Ana shunga asoslanib aytildiki, haqiqatda ham inson sifatida, ya'ni anizotrop jismlarda istalgan anizotrop jism bo'ladigan bo'lsa, nurni ikkiga ajratadi. Sabab ana shu yo'nalish ishkalda qanaqa ekan? Anizotroplar. Izotropda qanaqa ichki yo'nalishi? Anizotropda qanaqa? Ana shudan farq qilarkan, shuning uchun izotroplarda buni kuzata olmaymiz. Faqat anizotrop jismlar. Va bu nurlar ma'lum bir tekislikda qutblangan bo'ladi. Kimda qanday savollar? Unga yetadi? Yana bir bo'lmagan savol tashlaydida rozilashib ketdingiz. Mana hozir endi Polaroid deyamiz, analizator. 0 dan 360 gradusgacha aylantirsak, qanaqa hodisa bo'ladi bu yerda?
necha marta odatdagi yo'qoladi, necha 2 marta. odatdagi bo'ladi. 2 martadanmi? 2 martadan bo'ladi ekan. 2 marta. Hop, yo'qolishiga sabab nimani tushundik? Mana odatdagi yo'qolib, o'rniga odatdagi bo'lmagan hosil bo'ldi. Nima degan so'z? Mana parallel tushib qoladi, elektr tushib qoladi. Analizator nimasi bilan? Kristal shifati deymizmi? Baribir bu ham kristal, analizator kristal. Bunga qutblangan nur tushyapti. Agarda lazer nuri qutblanmagan bo'lganda edi, manbaimiz qutblanmagan bo'lganda edi, ikkilanib sinish bo'larmidi, yo'qmidi? Mana ko'rsataylik shuni. Boshqa ama yo'q. Oddiy bo'lish kerak edi, manba bo'lsa. Qutblanmagan yorliq manbaidan kristalga tushsa, ikkilanib sinish bo'ladimi, yo'qmi? Bo'lmaydi. Sababi tushunarlimi? Tartib harakatlangan. Biz oldin safar aytdik, odatdagi nur kristalning bosh o'qi parallel kelganda to'g'ri o'tib ketadi. Ma'lum bir burchakka burilganda, ya'ni perpendikulyarga yaqin bo'lganda odatdagi bo'lmagan ketadi deymiz. Endi bitta qutblangan bo'lganligi uchun ikkiga ajraldi, lekin biri ikkinchisiga o'rnini berishini sababini shunday tushunishimiz kerak. Mana bu islom shifatiga yoki bo'lmasam anizotrop kristalga tushayotgan ketgan qutblangan nurda elektron odatdagi nur uchun mana bu yerda elektronik to'lqinning tarkibidagi Y vektorini tebranish yo'nalishi ma'lum bir yo'nalishda-ku. Odatdagi nurning tebranish yo'nalishiga mos tushishi, lekin yana lekini bor. Mos tushishi. Tushunyapsizlarmi? Agarda kristalning bosh optik o'qiga ham parallel bo'lganda odatdagi nur o'tadi. Aksincha, agarda manbadan kelayotgan yashiq qilgan nurning tarkibidagi elektromagnit ishlanganning vektorining yo'nalishi odatdagi bo'lmagan kristalning ichida ekan, bu tashqaridagi emas. Odatdagi bo'lmagan nurning yo'nalishi bilan usini tushadigan bo'lsa, unda Y o'tib O yo'qoladi. Bu ular orasidagi burchak bilan. Shuning uchun ham 2 marta 360 2 marta demak, mayus qonda ham 2 bajargan bo'lsa 114-da. Yordam 2 marta maksimum 2 marta yig'im bo'lgan. Mana aytayotgan gaplarini siz namoyish tajribasida qilib tasdiqlamoqchi. Mana shu asos deganimiz, mana asos. Qanaqa savollar bor? Marhamat. Davomdaga foydalanib qolinglar, davomlarni bilmadan. Tushunarlimi?